Bir millatning kelajagi sog'lom va barkamol avlodga bog'liq. Sport esa nafaqat jismoniy tarbiya, balki iroda maktabi hamdir. Davlatimiz rahbari boshchiligida joriy yilning 15-may kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, iqtidorli yoshlarni kashf etish, ularni rag'batlantirish yuzasidan muhim tashabbuslar ilgari surilgan edi. Belgilangan vazifalar asosida vohamizning Sho'rchi tumanida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Keyingi yillarda sport nafaqat mamlakatimiz markazida, balki chekka hududlarda ham ommalashmoqda. Buni Sho'rchi tumanidagi sport maktabi faoliyati misolida ham ko'rish mumkin. Bu yerda o'g'il-qizlar sportning barcha turlari bo'yicha shug'ullanishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Hozirda mashg'ulotlarda 2000 dan ortiq sportsevar yoshlar qamrab olingan bo'lib, ularga 65 nafar malakali trenerlar saboq berib kelishmoqda. 350 nafardan ortiq nogironligi bo'lgan shaxslar ham sportga qamrab olingani esa yanada ahamiyatli. Prezidentimizni sportga qaratilgan e'tibori natijasida mana bizning Sho'rchi tuman sport maktabimizda ham bugungi kunda 20 ta oliy toifali, 10 ta birinchi toifali, 15 ta ikkinchi toifali malakali trenerlarimiz 20 ta sport turidan 185 ta guruh tashkil etib kelmoqda. Bugungi kunda bizning sport maktabimizda 2000 dan ziyod sportchi bo'ladigan bo'lsa, 10 nafardan ziyod jahon chempioni, 20 nafar Osiyo chempioni va 60-70 nafar O'zbekiston chempionati va kubogi sovrindorlari mavjud. Tuman aholisining 80%ni sport bilan qamrab olish rejasi tuzilgan. O'sha reja asosida biz 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalarida tumanda, viloyatda g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarimizni sport maktabimizga seleksiya qilib, sog'lomlashtirish guruhiga olib shug'ullantirib, o'shalarda trenerlar bilan uyushmagan yoshlar birgalikda trenerlar bilan ish faoliyati olib borilmoqda. Bu yerda doimiy tarzda vohadan yetishib chiqqan taniqli sportchilar bilan turli uchrashuvlar, mahorat darslari ham tashkil etilmoqda. Bu o'z navbatida bo'lajak chempionlarni yanada ruhlantiradi, ularga ishonch bag'ishlaydi. 2 yildan beri shug'ullanib kelmoqdaman va men taekvondoning VTF turi bo'yicha tuman va viloyat musobaqalarida faxrli birinchi, ikkinchi o'rinlarni olib kelmoqdaman. O'tgan yili Arabistonda Osiyo chempionatida ikkinchi o'rinni oldim. Ikkinchi o'rinni olgandan keyin men bo'sh vaqtimni faqat shu yerda o'tkazib, keyingi safar birinchi o'rinni olishga harakat qilmoqdaman va boshqa musobaqalarda ham birinchi o'rinni olishga harakat qilyapman. O'g'il-qizlarning ham shijoati baland. Ular bo'sh vaqtlarida o'zlari sevgan sport yo'nalishlarida ustozlari ko'magida saboq olmoqda. Sportga kirib kelayotgan har bir yoshga imkoniyat yaratish, ularni rag'batlantirish bu kelajakda O'zbekiston nomini xalqaro arenalarda yanada yuksaltirishda muhim poydevor bo'lib xizmat qilish imkoniyatiga ega. Qilingan mehnat esa yorqin g'alabalarda aks etyapti.